Xo'p, bugun 20-kuningizga bo'ladigan bo'lsa, rus o'lchamlari bizda juda ham yaxshi. Hozirgi sog'lig'ingizga mos keladigan endometriy qalinliklari juda yaxshi. Ikkinchi farzandimiz kelib turibdi. Demak, follikullarimiz yorilishi kerak bo'lgan paytda, demak, ovulyatsiya bo'libdi. Va bu bizga chap tomonlama ovulyatsiyani bildirib turibdi. Follikulingiz yorilgan. Ajoyib tabriklayman. Bu oyda fiziologik jarayonlar normada o'tayapti. Demak, xulosa qilib aytsak, sizda bu oyda ovulyatsiya jarayoni juda ham ajoyib vaqtida bo'ldi. Siz bemalol bu oyda bo'ladigan planlaringizni, rejalaringizni ginekologingiz bilan maslahatlashib amalga oshirsangiz bo'ladi. Eng muhimi biz tomonidan ovulyatsiya amalga oshganini ko'rib qo'ydik va sizda hammasi yaxshi, fiziologik norma ketmoqda.